Bugün pilmen şorba pişiramiz. Yine görüp turupsizlar bizlere gerek bo'lgan masalliqlarni go'shtimizni yaxshilab qovurib olamiz. Izinden piyaz salamiz. Izinden kartoshka. Menimcha shorbani tayyorlanishini 4-5 klass qizlar ham bilsa kerak, oddiy. Endi balkim har xil etib tayyorlar har kim o'zini uyida. Lekin men tayyorlashim shunday. Izinden tomat salamiz. Endi pomidor hech kim samasa kerak, pomidor sasangiz sho'r bo'lib ketadi endi. Izinden su solinadi. Men har doim suvni qaynagan suv solaman, sovuq suv solmayman. Qaynagan suv solsangiz mazali bo'lib chiqadi. Endi ijani tayyorlanishi, piyozimizni yaxshilab to'g'rab, mayda etib to'g'rimizdan tuz bilan aralashtirib o'ldirib qo'yamiz. Tuz bilan aralashtirmasangiz berekda pishmaydi piyozlarimiz. Buni bu kartoshka ham solyatir deb o'ylamangiz, solinmaydi o'zi aslında. Lekin men shu kartoshka ham necha kun bo'ldi xolodilnikda yuribdi. Yo ishlatilmaydi, yo tashlolmaydi, shuning uchun shuni solib berdim. Sho'rvaga solin desam, sho'rvama ko'p bo'lib ketjak bo'ldi. Yine görüp turibsizlar, piyozimizni soldik, go'shtimizni soldik, ustidan tuz soldik, lekin perprava solmadim. Hamma aytaman, men perprava ishlatmayman. Keyin ozgina o'simlik yog'i soldim. O'simlik yog'i solsangiz ichi so'lli bo'lib turadi. Endi barakamiz bir kadam narsani ko'rdingizlar, hammani uyida topilmaydi menimcha. Kasa bilan sezam bo'ladi, kichkina kasa bilan, bir narsani qopqoqi bilan, mishqa o'zingizga o'ng'ayli narsa bilan. Men 4 mushatib qirqishni yaxshi bilmayman to'g'risi. Har qaysi har xil shaklda bo'lib ketadi. Bikkanda hammasi bir xil xo'shroq bo'lib turmaydi. Shuning uchun ijtimoiy narsada qirqaman hamma. Hammasi dang, hammasi bir xil xo'shroq chiqardim. Yine görüp turibsizlar baraklarimiz. Menimcha hammasi xo'shroq chiqqan. Xamirning qarilishini ko'rsatib bilmadim. Bir qo'llab ishlaganim uchun menga o'ng'aysizlik etdi. Xamirimizga hamma tuxum solaman, katta etib qaraman. Shu har doimgidek xamir hammaning uyida tayyorlanadi. Ovqat solganimni ko'rsata olmadim. Hammamiz och edik, shuning uchun ulgurmadim ovqat solib ko'rsatishga, so'mka etishga.